Men Sattorova Feruza Ravshanovna tibbiyot sohasida, nevrologiya sohasida 12 yildan ortiq ish faoliyatini olib boraman. Faoliyatim davomida 70 mingdan ortiq bemorlarni konsultatsiya qildim. Ular jumlasidan insult, bosh miya qon aylanishi surunkali kasalliklari, onkologik kasalliklardan keyingi kimyoterapiyadan, rengen terapiyadan keyingi ensefalopatiyalar, DTP, Alzheimer kasalligi, Parkinson kasalligi, turli xildagi polineuropatiyalar, birlamchi va ikkilamchi tutqanoq sindromi bilan ketuvchi epilepsiya kasalliklari, kalla ichi bosimi bilan kechuvchi posttraumatik ensefalopatiyalar. Men faoliyat olib borayotgan nevrologiya sohasi insultologiya bilan uzviy bog'liq. Insultologiya bu insultni erta tashxislash, uni oldini olish, insult yuzaga kelgandan keyin reabilitatsiyasini olib borish va qayta insultni oldini